Toshloq tumanida joylashgan Kichik Qalacha mahalla fuqarolar yig'ini tuman markazidan taxminan 15 kilometr masofa ichki hududda joylashgan. Bundan 51 yil muqaddam bu yerlar cho'l va bo'sh yerlardan iborat bo'lgan. 1974-yildan boshlab esa bu hududda aholi istiqomat qila boshlagan. Mana ariq suvi ham bor ekan. Abdulaziz ota Muratov bilan suhbatlashdik. Ota bu hududda yashab kelayotganiga qariyb 40 yil bo'libdi. Abdulaziz ota suv ta'minoti bilan bog'liq muammolar uzoq yillar davomida aholini qiynab kelganini ta'kidladi. Kanal suvini ichadi morani. Bu suv nasoti kelashni olib chiqardi pasani. Bo'lmasa tashib berdi. Bu ham taxta bor kanal to'xtatib tardi to'xtaganda borib tashib kelardi anadan. Moshlar mag'lub bo'lib. Mana bu bochka Abdulaziz otaning har kunlik hamrohiga aylangan edi. U kishi har tongda taxminan 5 kilometr uzoqlikda joylashgan qo'shni mahalladan suv tashib kelardi. Bu mashaqqatli mehnat yillar davomida uning hayotining ajralmas qismiga aylangan edi. Tashib kelishimiz boshqa yo'q boshqanda. Bochka qo'yganmiz, bochka mag'ribimiz paqalarimiz ha. Moshinadan madad mas'uliyat qilib. Yana mashaqqatlarni esga oladi ota. Issiq kunlarda suv tashish u qadar mashaqqat emas edi, ammo qishning isig'ini esda qolarli bo'lgandi. Ha, qiyinchi bo'ladi, toshib ish oson emas endi. Kunda sovuq kunlarda borib toshib kelardik. Yozda kanal suv ichardi yozda. Bu ham to'xtaganda toshimiz iloji yo'q. Shahzoda Murodovaning aytishicha, keyin fermerlar ularning uyi yonidan ariq olib o'tdilar. Aholining ichimlik suvi esa endi mana shu ariqning sifatsiz suvi bo'ldi. Keyin suvga jicha bemalol bo'lganmiz. Undan keyin latoylar ham qurib qolardi, suv kelmas edi. Imkon qolmadi. Shu sababli aholi tegishli mutasaddilarga va mas'ullarga toza ichimlik suvini mahallalarga olib kelish masalasida murojaat qildilar. Viloyat hokimiga chiqdik, Toshloq hokimiga chiqdik, o'sha Suvoqova o'sha hokimlarga chiqib murojaat qildik. Oradan ko'p o'tmay aholining murojaati inobatga olindi. Tegishli mutasaddilar kelib ularning muammolarini batafsil o'rgandilar. Shundan so'ng suv chirish ishlari boshlandi. Endi osonlikcha bo'lmadi. Ichimlik suvimiz bor. Allohga shukr. Bolalarimiz toza ichimlik suvi, tiniq, shirin suv keldi. Bundan taxminan 70 yil avvalgi holatni, mana shu manzildagi holatni esga olsak, o'sha vaqtda bu yer paxtazorlardan iborat edi. Va so'ngra aholiga mana shu yer berildi va birin-ketinlik bilan xonadon qurib ko'chib chiqishdi. 70 yil davomida mana shu manzilda umuman suv bo'lmagan. Va aholi zax suvlarni iste'mol qilish, qolaversa kachatdan suv chiqarib ichishga majbur edi. Bu manzil esa Toshloq tumanidagi Quyi Yakatut mahalla fuqarolar yig'ini. Uzoq masofadan suv tashishdan charchagan odamlar uyiga tortma o'rnatdilar. Ammo suv ichimlikka yaroqsiz va qattiq suv edi. Odam organizmiga nihoyatda biz zarar suv hisoblanadi. Lekin iloji yo'q. Iloji ichganmiz. Buni orqasidan mana nechta odamlar misol kasal bo'ldi, boshqa bo'ldi, organizmlar charchadi. Nimani zakka qo'yilgan dirnaj deymiz, ashlardan suv ichardik. Suvchilar bu manzilda ham bo'lganlar. 70 yil davomida toza ichimlik suvi bo'lmagan qishloq ahli ochig'i toza suvni kutganda. Kutganmizki, nihoyatda kutganmiz. Necha yil orzu qildik buni. Necha yil orzu qilib kutdik buni. Xudoga shukr, mana bu yil shu orzumizga yetishdik. Mana ko'rib turibsizlar, tushyapti. Bemalol ishyapmiz. Xonadonimizga kiring deb taklif qiladi otaxon. Toza ichimlik suvi oqayotganini ko'zingiz bilan ko'ring deydi. Jo'mrakni buraydi va oppoq suv bilan maqtanadi. Endi mana shu zamonamiz mana bo'lib, mana Xudoga shukr, prezidentimizni chiqargan buyruqlari bilan, qarorlari bilan mana kunga yetib, shu suvlarni ichyapmiz. Xudoga ming'alla shukr. Suvchilarning so'zlariga qaraganda joriy yilning shu kunigacha tumandagi umuman suv bo'lmagan, kirib bormagan 4 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida suv quvurlari tortilgan va 1800 xonadonga suv tortildi. Ish jarayonlari esa davom etmoqda. Yil oxirigacha rejalashtirganimiz yana 3 ta asosiy mahallalarimiz bor. Bu natijasida to'liq suvlashni rejalashtirganmiz. Bular qaysilar endi? Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini, Katta ko'cha. Hozir kunda o'zi suvlashtiryapmiz. Hozir kunda mana ochyapmiz. Guzarboshini katta rezervuarimiz bor, yurgizish tarafida biz hisobda yurdi. Buning natijasi 2000 ta aholi suvlashadi. 2000 ta aholi suvlashadi. Ilk bor ularga suv yetib boradi. Natijasida bu esa aholi hayotida katta qulaylik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. Mahallalarda suv ta'minoti muammosini qisqa va uzoq muddatli yechimi bilan hal qilishda muhim qadam bo'ldi.